Hop, bugun biza demak nuqtali qatlamlarda yoki maydonli qatlamlarda yoki chiziqli qatlamlarda biza demak atribut ma'lumotlarni shakllantirganmiz. Demak ID, nomi, turi deb nima qilganmiz? Ajratganmiz. Endi mana aholi punktlariga qaraydigan bo'lsak, aholi punktlarida biza turi orqali shartli belgini nima qilamiz? Ajratib olamiz. Endi mana kartada qaraydigan bo'lsak, shaharchalarning shrifti boshqacharoq yozilyapti. Qishloq aholi punktlar shrifti boshqacharoq yozilyapti. Viloyat markazlarini shrifti boshqacharoq yozilyapti. Tuman markazi shrifti boshqacharoq yozilyapti. Va shaharlarning shrifti nima qilyapti? Boshqacha yozilyapti. Endi biz mana shu shriftlarini har xil qilishimiz uchun biza hozir turi bo'yicha alohida ajratib olamiz nomlarini. Ya'ni tuman markazlarini alohida ustun ochib tuman markazlari deb, shahar deb alohida ustun ochib atribut yoki da yana nima bor? Shaharcha bor, qishloq aholi punktlari deb ustun ochib turib, demak mana shu turi va nomi orqali tumanlarga tegishli bo'lgan, shaharlarga tegishli bo'lgan nomlarni demak ko'chiramiz. Bu bizaga shu turi orqali shriftlar tanlashimiz uchun biza demak yangi ustun yaratib olamiz. Endi bizada hozir mana aholi punktlari chizilgan O'zbekiston Respublikasi bo'yicha. Buni tanlaymiz va sichqoncha o'ng tomon bosib Open Attribute Table ga kiramiz. Endi yangi ustun sajdat qilishimiz uchun nimaga kiraman? Mana bu yerda Table Option ga kiraman. Table Options dan yangi ustun hosil qilish uchun Add nimaga? Field ga kiraman. Add Field. Ya'ni bu yerda qanday nimalar bor edi? Ya'ni turi bo'yicha demak shahar deb ochilganida shahar deb ochaman. Demak tekst tanlayman bunga. Mana turidagi keltirilgan demak bir nechta o'sha klassifikatsiya bo'yicha nima qildik? Alohida demak ustunlarni yaratib oldik. Endi biza mana bu yaratilgan ustunlarni turiga bog'lab turib va turiga bog'langan nomini demak mana shu mos bo'lgan ustunlarga ko'chirishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun bizga mana shu table oynasidan bu yerda Select by Attributes ga bosamiz. Select by Attribute dan bu yerdan biz tanlaymiz. Ya'ni qaysi ustun bo'yicha tanlamoqchimiz? Demak, biz hozir turi ustun bo'yicha klassifikatsiya ajratib, mos keladigan nomlarni bu yerga ko'chirishimiz kerak. Biz hozir turi ustuni bu yerdan tanlab olamiz. Mana turi deb ochilgan. Turini tanlaganimizdan keyin mana bu yerda Get Unique Values ga bosamiz. Ya'ni bu yerda turi ustuniga tegishli bo'lgan nimalarni ajratib beryapti. Ya'ni nomlarni ajratib beryapti. Ya'ni boshqa shaharlar deb yozilgan bu yerda O'zbekiston Respublikasi poytaxti deb yozilgan, qishloq aholi punktlari deyilgan yoki Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti, shaharchalar, tuman markazi, viloyat markazi deb nima qilingan, nomlangan. Mana bu yerda biz o'shalarni nima qildik, ajratib oldik. Yoki bu yerdagi ma'lumotlar mana bu turiga yozilgan nimalar ma'lumotlari edi. Endi bu yerda mana kamchilik bo'lib qolgan, ya'ni bo'shliq ham bor ekan bu yerda. O'sha bo'shliqni tuzatib olamiz oldin. Bo'shliq bormi, yo'qmi? Mana bu yerda bor ekan. Hop, aydarkin bosh harflar bilan yozilyapti. O'shaning uchun bu nima ekan? Boshqa shaharlar ekan. Editorni bitta yoqib olamizda, buni demak hozir to'ldirib yuboramiz. Hop, bu yerdan olamiz kopirovat qilib va boshqa shaharlar. Bunga o'xshagan demak bo'shliqlar bormi, yo'qmi bitta tekshiramiz oldin. Mana. Boshqa yo'q ekan. Demak, editorni o'chirib olamiz. Stop editing qilamiz. Xo'p, endi select by attribute boshqalardan tanlayman. Turini tanlayman. Turidan demak biz
unique value dan nima? Turi teng boshqa shaharlarni tanlab olamiz birinchi. Mana boshqa shaharlar. Apply mana boshqa shaharlarni hammasini belgiladi. Mana tuman turi ustunidan boshqa shaharlar deb yozilganlarni tanladik. Select. Mana tanlab oldi. Undan keyin mana shu boshqa shaharlarga tegishli bo'lgan nomini mana bu ustunga ko'chiramiz. Ya'ni boshqa shaharlarni ustun deb ochdik. Uning uchun o'sha ustunni tanlaymiz. Mana ustun tanlandi va sichqoncha o'ng tomonni bosamizda field calculatorga bosamiz. Keng chiqqan oynaga yes bosamiz. Yesdan demak mana shu yerga nomini tanlaymiz, ha? Nomi bo'yicha mana. Nomini, ya'ni boshqa shaharlar tanlangani nomi bo'yicha. Endi hozir bu yerda mana bunaqangi, ya'ni to'rtburchak kavis chiqaryapti. Odatda undov bilan ham yozilishi mumkin. Hozir ko'ramiz. Okay. Ya'ni bu amal bizda boshqa shaharlarga tegishli bo'lgan nomni boshqa shaharlarda ochilgan ustunga nima qilib beryapti hozir? Ko'chirib beryapti. Endi xuddi shu amalni yana nima qilamiz? Bajaramiz. Mana bu yerdan mana bu tanlangan hozir select tanlangan, buni demak deselect qilamiz, clear selection qilamizda. Yana nima qilamiz? Ya'ni hozir biz boshqa shaharlarning nomini nima qildik? Mana bu ustunga ko'chirdik. Nima orqali? Turi orqali ko'chirib oldik. Endi shaharlarning nomlarini mana bu turi orqali nima qilishimiz kerak? Bu yerga ko'chirishimiz kerak. Yana nima qilamiz? Select by attribute kiraman. Bu yerdan men tanlayman. Turi demak, mana bu yerda o'chirib tashlayman. Turini 2 marta bosamanda tengi bosamiz va get unique values demak turi ustuniga tegishli bo'lgan bogi demak o'zgarishlarni chiqarib beradi. Ya'ni ichida. Hozir boshqa shaharlar ketdi, endi nima tanlaymiz? Qishloq aholi punktlarini tanlay qolaylik. Hozir bularni tanlaymiz hozir, ya'ni poytaxtlar keyin qishloq aholi punktlarini tanlayman. Ya'ni turi teng qishloq aholi punktlar. Mana bu create a name selection degani turi ustunidan qishloq aholi punktlari deb yozilganini tanlash bu selection. Okay bosamiz. Mana qishloq aholi turi ustidan qishloq aholi punktlari nima qildi? Umumiy belgilab oldi mana. Endi qiladigan ishimiz nima? Mana shu qishloq aholi punktlariga tegishli bo'lgan nomni biz mana bu ustiga ko'chirishimiz kerak. Ya'ni mana bu ustiga ko'chirishimiz kerak. O'sha ustun tanlaymiz. Tanlagandan so'ng o'ng tomonni bostirib field calculatorga kiraman. Yes bosamiz. Bu yerdan qishloq aholi punkti boya nomi tanlagandik-ku. Endi bu yerga mana nomi tanlanib turibdi. Buni o'zgartirmaymiz. Mana bosamiz. Okay bosamiz. Mana faqat nimasi ko'chdi? Nomi ko'chdi. Endi xuddi shu amalni yana bitta bajaramiz. Hozir selectionni clear selection qilaman. Select by attributes demak buni demak o'chirib olamiz. Hop, turini tanlaymiz. Turi teng nimaga? Bitta teng bo'ladi. Get shaharchalarga demak belgilab oldi. Mana shaharchalarni, mana bu shaharchalarni. Endi qaysi ustunga ko'chiramiz nomini? Mana shu o'rtadagi ustunga ko'chiramiz. O'shani to'liq belgilaymiz. Mana hammasi belgilanyapti. So'ngra o'ng tomonni bosamiz. Ustida field calculatorga bosamiz, yes bosamiz. Mana shaharchalar degan ustun nomi mana bu yerda ko'rinyapti. Bu teng bo'lyapti nimaga? Nomiga. Buni degan nomi tanlanmagan bo'lsa, mana bunaqa bo'ladigan bu yerdan 2 marta bosib tanlab qo'yamiz. 2 OK bosaman. Mana bu nima o'tdi? Nomi o'tdi. Keyingisi yana clear selection tuman markazini o'tkazamiz. Yana bunga kiramiz. Demak, bu yerga get qilamiz hozir. Hop, ishlamadi, demak boshidan. Turi teng bo'ladi. Nimaga? Bitta teng. Tuman markaziga. Apply, mana tuman markazi belgilandi. Demak, nomini ko'chirmoqchi bo'lsam, ustini tanlayapman yana. So'ngra o'ng tomoni field calculator. Yes. Demak, tuman markazi nomiga to'g'ri kelyaptimi? To'g'ri kelyapti. Okay. Nomini ko'chirdi mana. Xo'p, clear selection qilamiz. Endi viloyat markazi qoldi bizda. Yana select by attribute, demak buni 100% o'chirib tashlayman-da, boshqatdan tanlaymiz turini. Teng, demak get qilamizda. Viloyat markazlari. Apply. Demak bunga nom ko'chish kerak. O'ng tomonni bosib turamizda. Demak bu to'g'ri kelyaptimi? Okay.
Nomi ko'chdimi? Ko'chdi, demak. Bitta nima qoldi bizda? Poytaxt qoldi. Hop, yana clear buni tanlab olamiz. Endi bu yerda qarang, o'chiraman. Turi ustunidan teng bo'lyapti. Getni bosamiz nima? Ikkita poytaxt bor-da bu yerda. O'zbekiston Respublika poytaxti deymiz. Ent va Qoraqalpog'iston Respublika poytaxtini tanladik biz. Hop, bu yerda bizda tanlamadi nimagadir. Aha, selectionda demak poytaxt. Buni boshqatdim. Katta ekan. Poytaxt so'zda ikkita p, ikki xil p. O'zi kichkina p bo'lishi kerak menimcha. Hop. Yoki poytaxt deb yozib ketish kerakmidi ikkalasini bir xil, ha? Buni demak boshqatdan qarang. Yesga boramiz. Yo'q, yesga emasdan oldin. Kichkinami? Kichkinadan. Ikkalasini ham keling bir xil qilishimiz kerak. O'zbekistondagini kichkina qiling. Aha. Demak, buni hozir bu tomonga olib turamiz. Editorni yoqib olaman. Ikkalasi ham yozilishi bir xil yozilyaptimi? Qoraqalpog'iston Respublika poytaxti bilan O'zbekiston poytaxti shrifti bir xilmi? Yo'q-da. Nimaga? Shu ikki xilda, bitta katta p, ikkinchisi kichkina p. Yo'q, kartadagi yozuvi bir xilmi? Demoqchi bo'lgan mana bu O'zbekiston Respublika poytaxti demayman-da, poytaxt deb yozib qo'ysam bo'lmaydimi demoqchiman. Poytaxt, qarang. Poytaxt. Bunga ham nima deb qo'yaman? Poytaxt deb yozib qo'yaman. Poytaxt bo'ldi. Endi editorni o'chiramiz. Stop qilamiz. Endi nima qilamiz? Demak, select by attribute kiramizda, buni o'chiramiz. Turiga kiramiz. Demak, tengi bosamiz, get eni qo'yamiz. Demak, mana bu poytaxt. Bo'ldi, poytaxt belgilanmizda, mana ikkita poytaxt belgilandi. Endi poytaxtga ko'chirish uchun o'ng tomonni bosamiz, field calculation. Poytaxtning nomimi? To'g'ri mana. Endi nima qildi? Nomlar ko'chdi. Sortirovka bo'ldi. Ya'ni ma'lumot mana turi orqali yo'q. Bu ham bo'lish kerak. Bu ham bo'lish kerak. Tushuntira oldimmi? Nimaga biz mana bunaqa qilib ochib chiqmadik degan savol. Yo'q, shuni so'ramoqchi edim men bugun. Chunki biz hozir mana bitta ustiga kirityapmiz. Mana bunda alohida ustunlarni, demak, argisi o'zidagi funksiyalardan foydalanib nima qilib osongina ajratib olyapmiz. Ya'ni ma'lumotlar bazasida nima qildik? Nomlarini ajratib oldik. Endi keling, mana shu yerda bitta nimani ko'rib ketamiz. Ya'ni demak, boshqa shaharlar shrifti demak, bittasi kursiv, bittasi to'g'ri shriftlar edi. Ha? Bittasi jiddiy bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, ajratib olamiz. Ya'ni labelda bizda nomlarni chiqarish uchun nimadan foydalanardik? Buni tanlab turib, o'ng tomon bosib, propertiesga bosardik. Aha, yo'q, label. Labeldan mana buni yoqib turib, nimani nomini tanlardik. To'g'rimi? Undan tashqari bu, ya'ni layer property labelsdan tashqari argisda o'zini label manager bor. Label manager. U demak mana bu yerdagi customize toolbarsdan demak mana bu yerda labeling degan bo'limda joylashadi. Labeling bo'limida mana bu yerga saqlanib turaman. Mana labeling deganni yozuv yonida mana bu yerda belgi bor. Label manager bo'limi bor. Ya'ni bu bitta qatlamga tegishli bo'lgan bir nechta attribut ma'lumotni bir varakaga chiqarish uchun ishlatiladi. Bir varakaga. Hop, qarang. Oxir punktni tanlaymiz. Hozir men defaultga default. Hozir nima chiqadi bu yerda? Bizga boshqa shaharlar chiqsin bu yerda. Mana defaultni rename qilib qo'yamizda, bu yerga boshqa shaharlar deb yozib qo'yaman. Boshqa shaharlar. Mana. Okay. Endi bizga nima qo'shishimiz kerak? Bunga mana bu ustiga class qo'shishimiz kerak. Boshqa shaharlardan tashqari nima bor edi? Tuman markazlari bor edi. Yozamizni add qilamiz. Mana bu yerga qo'shib, yana nima bor? Viloyat markazlari. Yana nima bor? Poytaxt. Aha, yana qishloq aholi punktlari. Yana
shaharchalar. Shaharchalar. Endi buni to'liq yozsak ham bo'ladi. Ustunga biz to'liq yoza olmadik, chunki qabul qilmas. Boshqa shaharlarga mana label fieldga boshqa shaharlar tanlab qo'yapmiz. Mana tuman markazlariga boshqa shaharlar tanlanyapti, to'g'rimi? Noto'g'ri. Mana bu yerdan tuman markazi tanlab qo'yaman. Viloyat markazlariga viloyat markazlarini tanlab qo'yaman. Poytaxtga bu yerdan poytaxt tanlaymiz. Qishloq aholi punktlariga qishloqni, shaharchalarga mana bu yerda shaharcha tanlaymiz. Endi mana boshqa shaharlarga bosganda to'g'ri bo'lyapti. Shriftini boshqacha qila olaman mana. Boshqa shaharlar shrifti 8 bo'lyapti-ku, buni 20 qilib qo'yaman. Buni demak qizil qilib qo'ysam bo'ladi. Bu tushunarli bo'lishi uchun. Tushuntira oldimmi? Tuman markazlari bu demak bu ham 20 bo'lsin. Yo'q, mayli 20 emas. 18 bo'lsin-da, buni rangini tushunarli bo'lishi uchun sariq qilib qo'yaman. Viloyat markazlari bu demak 22 bo'lsin va jilniy bo'lsin. Tushunarli bo'lishi uchun boshqacha rang tanlab qo'yaman-da. Lekin sizlar qora rang tanlaysizlar. Har doim aholi punktlari uchun qora rang. Tushunarli bo'lishi uchun men boshqacha rang tanlayman. Poytaxtlar 24 bo'lsin-da, jilniy bo'lsin bu ham, lekin boshqacha rang tanlayman mana. Qishloq aholi punktlari bu kichikroq shrift, lekin kursiv edi. Qora bo'la qolsin bu ham. Shaharchalar demak 14 shrift tanlayman-da. To'g'ri shrift, to'g'ri o'zgartirmaymiz. Bunga havo rang. Bu tushunarli bo'lish uchun. Okey, bosamiz. Mana. Hammasi alohida chiqadi. Tushuntira oldimmi? Endi bularni men qora rangga o'zgartirib qo'yaman hammasini. Qora rangga olib kelib qo'yaman. Chunki aholi punktlari har doim qora rangda beriladi kartada. Hop. Okey. Yo'q. Yo'q. Unday imkoniyat yo'q. Mana qishloq aholi punktlari kursivda bo'ldi, qolganlar hammasi nimada? Tepa shriftda bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Bu label manager bo'limi. Ya'ni labeling bo'limida, label manager bo'limida ishlanadi. Bu demak, bu faqat chiziqli nuqtali obyektlar uchun emas, siz demak chiziqli uchun ham foydalansangiz bo'ladi yoki-da maydonli qatlam uchun ham foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni bu degani bitta qatlamda mavjud bo'lgan bir nechta atributlarni birdaniga ko'rish imkoniyatini beradi. Ya'ni bu yerga hozir men label managerda keling yana bitta ustun hosil qilaman-da, ID deb. ID ham ko'rinib tursin. ID raqami ham ko'rinib tursin. Ochaman, demak bu yerda ID raqamini ID tanlab qo'yaman-da, shriftini sal kattaroq qo'yaman. Rangi qizilda tursin. ID raqami ham ko'rinyapti, nomi ham ko'rinyapti va nimasi ham ko'rinyapti? Birdaniga ID raqami ham ko'rinyapti mana. Yaqinlashtirsam ID raqami kelib chiqadi. Tushuntira oldimmi? Lekin bizga hozir ID raqami kerak emas, o'shuning uchun buni o'chirib tashlayman. Demak, delete class. Okey. Mana.